Jahongir aka, hozir o'zi siz aytdingiz, hozir men yangi qo'shiqlar ustida ishlayapman dedingiz. Yaqinda konsert berishni rejalashtiryapman dedingiz. Ha, xudo xolasa. O'zi misol uchun konsert berish o'zi qiyinchilik tomonlari bor. Qaysidir ma'noda insonda qo'rqish bo'ladi. Kattakon misol uchun konsert odamlarni to'ldirish, misol uchun tashkiliy ishlari qo'rqish yo'qmi, hayajon yo'qmi? Hayajon bor, hammasi hayajon bo'ladi. Mas'uliyatda bu. Mas'uliyat. Avvalo shu ustozlar duosi. Hozir 24 soat 18 soat ijod qilyapmiz. Konsert uchun harakat qilib, 18 soat uxlaganimiz yo'q. Mana shu necha oydan beri gastrol safari, xizmat safarlarida konsert tayyorgarlik qilganimiz yo'q-da. Allohga shukr, shu yaxshi bo'lyapti. Aka, sizdan yana bir tarona eshitamiz hozir teletomoshabinlarimizga. Menimcha yangi tarona o'zingiz aytdingiz. Marhamat. Aka, endi o'ynayman degan joyda tugab qolibdi-da. Albatta. Hozir hamma mehmonlarimizni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Mikrofon olasizlar va bizda hozir bekorga aytmadim, jonli ijrodan qo'rqmaydigan mehmonlarimiz turishibdi. Hozir sizlar bilan bir shartimiz bor. Improvizatsion shartimiz bor. Hozir ovoz rejissyorlarimiz tomonidan har xil qo'shiqlar qo'yib beriladi. Ya'ni rock bo'lishi mumkin, jaz bo'lishi mumkin, bilmayman. Bo'lishi mumkin emas, aniq. Rap bo'lishi mumkin, freestyle. Zamonaviy tilda qilib aytganda freestyle. Hozir xohlagan qo'shiqlarimizni, estradamizda yoqi yulduzlarni qo'shiqlarini yoki boshqa jahon yulduzlarining qo'shiqlarini shu qo'shiqqa bir tushirishga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni kollaboratsiya. Minus qo'shiqni ustiga tushirish kerak. Kollaboratsiya qilib ko'ramiz. Tayyormisizlar? Marhamat. Menimcha sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Albatta. Ketdi. Yollarda tuman. O, yaxshi.
meni aybimni bilmay. Sharkan. Sharkan yaxshi. Mayli yomg'ir yog'aver, yog'aver. Sevgilimdan xabar olib kel. Yaxshi, Zaynoba variant bormi? Nima variant? Nima tushirsa bo'ladi? Manda bor. Kelasan. Derdim. Yaxshi, yaxshi tushirsa. Bormi variant aka? Bormi? Menda bor. Qani? Seni sevib qoldim beguman. Ha. Sevgim bo'ldi qalbimga mehmon. Shundan beri xayol parishon. Oq nazira sevgimga ishon. Yaxshi, yaxshi davom ettiramiz.